Ertalabdan istoriyaga bunaqa chiqaman deb o'ylamadim. Kecha ba'zan bo'lmay uxladim. Keyin sohibani istoriyasini ko'rib chiqdim ertalabdan. Sohiba bilan urushganman men. O'zimizni tema bo'lgan dachada. O'shanda xafa qilgan meni. Mayli. Men gaplashmasam ham yonini olib chiqaman. Bitta narsada hech qachon majbur emaslar. O'zingni tanla deb ham trend ketdi. To'g'ri, oila uchun ona o'zini jертва qiladi. Bunaqa primoy kameraga qarab gapira olmayman. Nimaga ayollar oilasi uchun chinab yashash kerak? To'g'ri, uni nima deydi? Oxirida mukofoti bordir. Lekin baribir ayol o'zini tanlash kerak. Har doim so'raysizlar, nimaga ajrashdingiz, nimaga ajrashdingiz? Men ham hayotim ideal bo'lganidan ajrashmadim men. Men o'zimga kerakligini, men asablarimni o'zimni tanlaganim uchun to'g'ri 1 yil ajrashmadim. 7 yil deganda 3 ta bola bilan ajrashish o'zimdan, Sohiba ham 3 ta bolasi bilan ko'p bunaqa kaltalar bilan banda ham oxirgi oila shunaqa narsalar bordi. Yashamayman degan sarim mana g'alati gaplar ijod yashayotganda bolani otiga tashlab ketish kerak desam negativni qabul qilishdi. Lekin bu to'g'ri. Nimaga ota sразу peshonasi o'pilmagan qiz uylanib zo'r baxtli yashash kerak? Ajrashayotganda bolani otiga tashlab ketish kerak deganman. Hamma ayollar sen o'zingni o'ylaysan, sen shunaqa o'kirib yig'lagim keldi-da. Nimaga ayollar bizani tushunmaydi? Qaranglar, hamma blogerman, hammani pulim bordir. Anita puli yo'q ayollar qancha puli yo'q ayollar. Ovozim bo'g'ilib qolgan. Ular nima qilsin, qayerga borsin, qayerdan pul ishlaydi? O'shaning uchun otaga bolangizni tashlab turing, mayli 1-2 yil qiynalarsiz, lekin uyli joyli bo'lib keyin olib ketasiz bolangizni. Lekin baribir o'sha o'zini urug'idan bo'lgan ota kerak emas. Tabiatim to'lib shuncha yozgan videolarim yozilibdi. Erkak kishi bo'lib turib, Sohibani hijobsiz videosida urib gani menga alam qildi. Bitta qiz yozyapti. Bolalaringizni tashlab ketishga qanaqa ko'zingiz qiyadi deb. Bitta to'g'risini aytsam, ko'zim qiymaydi, juda qiyin, lekin bitta emas, bitta mana skrinshoti bor. Уже ayol o'lgisi kelyapti. Bolalari ham ko'ziga ko'rinmaydi. Mayli. Men blogerman deb. Puli yo'q ayollar qancha? Bokira bo'lib eriga teggan va u eri hech nima uy ham bermagan, mashina ham bermagan, faqatgina kvartirani qilib uyini yashattirib, na ishlashga, razvitiyaga ruxsat bermagan ayollar. Men bitta har kuni yozishadi-da. Bittasiga yordam beraman, ikkitasiga yordam beraman, lekin meni o'zimni plankam bor. Har oylik rasxodim bor, dafiga yemagan somsaga to'laydigan joylarim bor. Hamma temadan tushunaman. Ani qizni ham tushunaman, yigitiga uyini o'tkazib bergan, ajrashgan. Hammasini tushunaman. Men bitta ayol o'zimni o'ldiraman deb turibdi-da. Bu narsa tugamaydi. Qachonki ayollar o'zini sevishni o'rganmaguncha men просто o'zimni tanladim. O'zimni oilamni tanladim. Nimaga o'zing berib yormading deyishdi. Пожалуйста, men aytaman,
olib keturing deyman, olib keturing. Lekin yo'q. Nimaga? Ular mazza qilib yurish kerak, xohlagan ishini qilish kerak, karyera qilish kerak. Biz-chi, biz siqilib uyda turishimiz kerakmi? Sohiba kimni so'rayotgan qizlar uchun Famuso eri tarqatib yuborgan, urgan videolarini уже ajrashayotganiga 1 yilga yaqin bo'ladi. Nega bunaqa bo'lgan? По psixologически qiz razviya qilyapti, chiroyli yuribdi, o'ziga qarab, betladi va keyin mana bunaqa narsa bo'lyapti. Ko'ryaptiki, bats qiz ko'tarilyapti. Qiz ko'tarilsa, erkaklar ko'tara olmaydi, hazm qila olmaydi. Chunki usiz yashash kerak emas, nafas olish kerak emas, usiz harakat qilish kerak emas. Undan zo'r bo'lib ketish kerak emas, to'g'ri? Undan zo'r bo'lmas, lekin harakat qilish kerak-ku. Erkak o'zicha mana ayolini, muslima ayolini hijobsiz videolarini qo'yib yuborgan, urib. Men nenormallik, psixoshkaga yotqizish kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun men necha marta intervyularda sizlarga harakat qildim yetkazib berishga shu narsani. Endi meni tushunayotgandirsizlar, balki tushunmayotgandirsizlar. Ajrashyapsizmi? 3 tami, 4 tami bolangiz. Bittami tashlab keting. Tashlab keting, o'zligiga qarab olsin, maykam bor ichimda. O'zligiga qarab olsin. To'g'ri qiyin. Har kun quchoqlab yotgan bolangizni har tashlab ketish, lekin sizda moliyaviy yo'q. Nima qilish kerak? Nemetskiy расчет qilish kerak. Dubayda bola otaga qoladi 100%. Dubayda. Zato что uni urug'idan bo'lganligi uchun. Dubay bolasini bermaydi. Bizda onada to'g'ri, lekin nima ham qilamiz boshqa? Meni tanimagan, bilmagan ayollar turmushga chiqqansan, o'zi bolali bo'lganmisan deyishyapti-da. Menga sallani gaplaring qiziq emas. Men bolalarimga eng oxirgi brendlarni kiydiraman. Men bolalarimga eng oxirgi yegisi kelgan narsani yediraman. Xohlagan, borgisi kelgan joyga borib aylantiraman. Ne o'zing bera olmading? Olib ketishmadi-ku. Nima qiziq menga? Menga qiziq emas. Men o'zi ketgan odamga qiziq emas. Hozir ham aytishim. Qiziq emas bo'lganda yig'lab chiqmasding, men yig'lab chiqaman. Что ayollar o'zinglarni asraydigan ma'noda. Mana Sohibani bo'lgan, Famusoni bo'lgan voqeasidan keyin nimaga yig'lamasligim kerak? Men ayolman. Hozir mana 5 oy bo'layotgan bo'lsa, bir simam hech kimdan olmasdan bolalarimni o'zim boqyapman. Men bitta blogerlarni ham aybi ko'p-da, o'zini slishkim baxtli ko'rsatadi. O'shaning uchun aldanmanglar degan ma'noda ko'p gapiraman. Men Instagramdagi 50% yolg'on hayot. Meni ham okeylar yarash uchun qancha harakat qilib gullab bergan o'sha paytda post qo'yib, men baxtliman, mana erim ketdi deb qo'ysam bo'lardi. Yo'q, men o'zi baxtsiz bo'lganligim uchun u narsalarni qo'ymasdim. Mana gul berilgan, men basharani qaranglar. Bu bashara baxtli basharaga o'xshaydimi? Yo'q. Kulgim qistaydi. Baxtli bashara boshqacha bo'ladi, baxtli ko'z boshqacha bo'ladi. Shunaqa baxtli insonni toparman, Xudo xolasa degan ma'noda o'z hayotimni qurib boshlayapman. Hali ham davom etyapman. O'shaning uchun hamma blogerlarning ham hayotiga voy farzandingizni berib yuborasizmi deyotganlar uchun. Voy insonlar, bolangizni berib yuboring. Mana bitta o'rtog'im voy bolalarim olib ketib qolyapti deb yig'layotdi. Olib ketursin o'rtog'im, olib ketursin. 3 kunda qaytarib olib kelib berdi bolasini. 3 kun. Men senga 1 haftaga qolmay qaytarib olib kelib beradi degandim. 3 kunda olib kelib berdi. Men senga nima degandim dedim. Voy rostdan ham siqilib yurgan ekanman. Onadagi farzandiga hech kim qarolmaydi. Yoki o'singiz qaralmadi. O'zini bolasi bor, o'zini tashvishi bor.
yokida qayni opangiz yokida qayni singlingiz qaraydimi? Mana qaraydi. Hech kim qaramaydi bolangizga, ishoning. Berib yuboring. Agar u boy odam bo'lsa-da, qaraydi, yankalar olib. Shunda qo'rqishingiz mumkin. Lekin oddiy sredniy oila bo'ladigan bo'lsa, hech kim nifiga qaramaydi. Berib yuboringlar. Nomadan aks